Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan obunachilar, xudo xolasa mana Samarqandga olib kelib o'rnatdik. 3 ta Akfadan eshik, 4 ta MDFdan eshik olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa Alpro mokri fasonda aynalari forsini aynalar, ko'k orqalari ko'zgu aynalar bo'lgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. İçeride mana MDF eshiklarini ham oqqa qora kalibratsiya qilib o'rnatib berganmiz. Samarqandga olib kelib o'rnatdik. Andijondan Samarqandga dastavka xizmatlari mavjud o'zimizda. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa ishlarimiz o'ta go'zal, chiroyli. Bo'ldi, kech bo'lishiga qaramasdan obzor qilishni boshladik. Eshiklarimizni kvadratini 900 ming so'mdan. Hamma yo'q ichida mana zamoylari o'ta chiroyli, go'zal zamoylar, osho-mosholari 4 tadan qo'yilgan, oq va qora kalibratsiya, high-tech fasonda qilib berganmiz. High-techda ham boshqacha yangi fasoni. Nalishliklarini o'ydirib, olib kelib o'rnatib berganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomerlarimiz bor.